Vaznim ortgandan keyin nafas olishim qiyinlashib qoldi. Undan tashqari o'zimni ham harakatlarim sekinlashdi. Har doim o'zimni og'ir his qilib yuraman. Bu narsani hech kimga ravo ko'rmayman. Hozir operatsiyadan kutayotgan narsam eng birinchi o'rinda hayotimning yangilanishi, chiroyli bo'lish, menga to'siq bo'lib kelgan narsalarni yengib o'tish. Adamlar yo'q. Bitta onam o'zi katta qilganlar, yoshligimdan yolg'izona katta qilgan. Boshqa viloyatdan Toshkentga kelganman. Hozir fast foodda ishlayman. Oilamga yordam beraman. Turmushga chiqmaganman. Dietadan charchadim, natija bo'lmadi. Maqsud akani ham birinchi marta ko'rib turishim. U kishini hech qanaqa meni tanish joyim yo'q. O'sha konkurs orqali tanishdim. Bo'ldi. Qanaqa qilib konkursda g'alaba qozondim? Eng birinchi o'rinda men o'zim hamma narsani prosta borini yozdim. O'zim shu kungacha nima qilgan bo'lsam, nimalar qilib keldim, nimalarim o'xshamadi, nima sababdan hamma narsani boricha yozganim uchun tavakkal qilib yozdim. O'xshadi. O'zim ham ishonmagan edim boshida, lekin bu rost ekan. Assalomu alaykum Ozodaxon. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'ldingizmi? Yaxshi. Klinikamizni topishda qiynalmadingizmi? Yo'llarda. Yo'q. Konkursimizda qatnashgan ekansiz. Siz bilan telefonlashdik ham. O'sha bepul operatsiya qilib beramiz deb va'da qilgandik. Siz u yerda komment qoldirgansiz. Biz jamoamiz bilan sizni eng shu operatsiya kerak, sizni qo'pol qilib aytganda dostoyniy deb topdik shu narsaga. Sabablar bor. Uni endi kuzatayotganlar uchun ham ozroq tushuntirib o'tishimiz kerak sababini. Yoshingiz 25 ta. O'zingiz Samarqanddansiz. Toshkentda bu yoqqa ish bo'yicha kelgansiz. Ozroq o'zingiz gapirib bersangiz shu oilaviy sharoitingiz haqida, o'zingiz haqingizda. Bo'tga o'zi student bo'lib kelganman, student bo'lib kelib qolganman. Hozir ishlayman, fast food sohasida ishlayman. Uydagilarim hozir hammasi Samarqandda, men o'zim bu yerda qizlar bilan turaman, o'rtoqlarim bilan, dugonalarim bilan. Hozirgi kunda ozgina sizga yordam beraman, hayajon bor. Hozirgi kunda ish bo'yicha Toshkentdasiz, uydagilardan uzoqda. Fast foodda ishlaysiz. Endi sizni tanlaganimiz sababini ko'rsatib o'tishimiz kerak. Aynan nimaga? Siz 25 yoshdasiz, hali turmushga chiqmagansiz. Eng asosiysi sizda operatsiya ko'rsatma bor. Ko'rsatma bor. Hozirgi kunda operatsiyalar juda ham qimmat. Men hozir operatsiya qilishga sharoitim unchalik to'g'ri kelmaganligi uchun komment qoldirdim. O'sha siz tanladingiz. Rozi bo'ldim. Xursand bo'ldim. Rozi bo'lish emas, xursand bo'ldim. U operatsiya narxidan sharoitingizdan kelib chiqqan holda tanladik. Sizni holatingizdan kelib chiqqan holda ko'proq. Sababi bizni birinchi ko'zimizga tashlangan narsa siz oilada faqat oilangiz bilansiz hozirgi kunda. Odizlar o'tib ketgan yoshligingizda oilaviy sharoitingizni birinchi o'rinda hisobga oldik. Yoshingizni, turmushga chiqmaganingizni. Bu operatsiya bizni ko'zimizga shunaqa ko'rinyapti. Xudo xohlasa siz hayotingizni umuman boshqacha tarafga o'zgartiradi, yaxshi tarafga. Xudo xohlasa hali to'ylaringizda borib xizmat qilamiz, ozib chiroyli bo'lsangiz, balki modelyer bo'lib ketarsiz. Xudo xohlasa yaxshi niyatda, yaxshi tarafga yurish bo'ladi faqat. Sizni holatingiz, indeks massa telingiz hisoblaganimizda 40 dan baland. Bu operatsiyaga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma hisoblanadi. Vazningiz bo'yingizga nisbatan ancha yuqori. Bu holatda keyin odam o'zi ozib olishi juda ham qiyin. Dieta, sportlar, har xil preparatlar ishlatgan holatingizda ham kamida 2-3 yil faqat o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Bu katta mablag', uzoq muddat. Siz sharoitingizdan kelib chiqib, umuman biz sharoitda ham bu qiyin narsa-da. Men o'zim doktor bo'lsam ham to'g'ri ovqatlanish qiyin. Har bir kaloriyani hisoblab, uni vaqti-vaqtida ovqatlanib yoki boshqa qilish qiyin. O'zim ham payt kelsa tepada operatsiyadan tushib o'rtada rol tinchamiz yoki boshqa qilamiz yoki bir bitta kusok shokolad yeb olib, keyin kech paytga borganda oshdimlar shunaqa. Bizda ham rejim yo'q. O'zbekiston sharoitida rejimni qilib, nima qilish qiyin. U Instagramda ko'rsatadi chiroyli hayotni. Mana bor-ku shunaqalar, dieta orqali, sport orqali chiroyli bo'lib yuribman. Ularning ishi shu, chiroyli hayot ko'rsatish. Shundan pul topadi. Siz bilan menda tirikchilik bor, boshqa bor, oila tashvishlari, ko'pchilik ayollarda bizga keladigan patsientlarda oilaviy holat, turmush o'rtog'i, uyga qarash kerak, ovqat qilish kerak, bolalarga kir yuvish kerak, uy tozalash kerak. Deyarli vaqti bo'lmaydi, shuning uchun ayollar ko'proq bizga patsient bo'lib keladi. Qo'pol qilib aytganda, siz vazningiz shunaqa holatda, shunaqa sharoitdasiz, o'zingiz
ozib ketishingiz, yaxshi vaznga tushib olishingiz qiyin. Oilaviy sharoitingizni hisobga olib, xudo xohlasa sizni tanladik. Operatsiya haqida ma'lumotingiz bor, tushunishim bo'yicha nima operatsiya, u narsaga tayyorsiz, hayotingiz o'zgarishiga butkul tayyorsiz. Bizani tushunishim bo'yicha anchadan beri kuzatib kelasiz. Qanchadan beri agar 1 yildan oshiqcha. 1 yildan oshiq kuzatib borasiz. Oldingi konkurslarimizda ham qatnashganmiz, komment qolgizganmiz. Shu safar qatnashdingiz. Oldingi bo'lgan konkurslardan xabaringiz bor lekin. Bu narsani 3-marta qilishimiz, lekin oldingi 2 martada videoga olib chiqmagandik. Bu safar telefonni ham o'ziga tushuntirdim. Agar siz video qilib olib chiqmasak, o'sha odamlar bizdan mashinnik deb o'ylayapti. Operatsiya qilgan ko'rsatmayapsan, faqat yolg'on gapirasanlar degan kommentlar ham bo'ldi. Lichkamizga ham yozdik, hammasi yolg'on boshqa degan. Shuning uchun o'zingizdan iltimos qilamiz. Roziligingizni oldik syomkaga, qarshiligingiz yo'q. Sizni shu полностью konsultatsiya, operatsiya davomida, tekshiruvlarda, operatsiyadan keyingi holatlaringizni yoritib boramiz. Bu ko'pchilikka qiziq. Hali operatsiya qilishga o'ylanib yurgan odamlar ko'p. Vazni baland bo'lsa ham yoki qo'shimcha kasalligi bo'lsa ham, qiynalayotgan bo'lsa ham, sharoiti bo'lsa ham o'ylanib yurgan insonlar ko'p. Shularga yoritib beramiz sizni holatingizni, operatsiyadan keyingi holatda. Operatsiya bo'yicha qanaqadir savollaringiz bormi? Bizga qanaqadir savollaringiz bormi? Masalan, bu operatsiya bo'ladigan bo'lsa, qancha paytda turib yana nima qilib ketish mumkin? Biz oyoqqa turg'izishga iloji boricha tezroq harakat qilamiz. Biza malinvazivniy xirurgiya, laparoskopический yo'l bilan qilinadi bu operatsiya. Iloji boricha 3 ta teshik bilan, agar jigar sal kattaroq bo'lsa, 4 ta teshik qilinadi. Teshiklar 1 sm teshiklar. Oldin shunaqa bo'lgan, oddiy appenditsit bo'lsa ham odamlar haftalab yotgan. Hozir unaqa emas, biz operatsiyadan keyingi soat o'tib turg'izib yurg'izamiz sizni. Chunki qancha tez yursangiz, qancha harakatga tushsangiz, shuncha tez yaxshi bo'lasiz. Biz turg'izib yurg'izamiz, o'sha ertasiga bemalol harakat qilasiz. Endi yolg'on emas bu narsa, shunaqa bo'lgan holatlar bor. Biz 2 kun, 3 kundan keyin javob bersak, mana yengilroq ishlaydiganlar o'sha ishga chiqib ketgan. Biz harakat qilishingizni tarafdori bo'lamiz. Agar og'ir yuk ko'tarmasangiz, boshqa qilsangiz, o'sha ishga 3-4 kundan ham chiqsangiz bo'ladi. Boshida ozroq adaptatsiya period bo'ladi organizmda, baribir xohlaysiz yoki yo'q. Organizm tushunib yetishi kerak, tashqaridan energiya kirmayapti. Davay bu zaxirani ishlatishni boshlaymiz. Sizdagi ortiqcha vazn, yig'ilgan yog'lar, bu oddiyroq qilib tushuntirganda zaxira batareykasida. Organizm qachonki tashqaridan energiya kirmay qo'ysa, shuni ishlataman zaxira qilib olib qo'ygan. Shuni ishlatishni boshlaguncha o'rtada qanaqadir period bo'lishi mumkin. Kimdadir 1 kun bo'ladi bu narsa, kimdadir 1 hafta adaptatsiya periodi. Siz yoshsiz, xudo xohlasa, sizda ertaroq oyoqqa turasiz. O'sha aytib o'tganimizdek, 2-3 sutkadan bemalol turib yursangiz bo'ladi. Ishga xudo xohlasa 5 kunlarda qaytsangiz bo'ladi. Og'ir ko'tarmaysizlar-ku fast foodda. Ko'p yurasiz. Bizga yurganingiz foyda, xudo xohlasa. Eng asosiysi suv ichish kerak bo'ladi. Operatsiyadan keyin 1 kunda 1,5-2 litr suv ichishingiz kerak bu vazningizga o'rtacha. Operatsiyaning bitta yomon tarafi bor. Siz oldingidaqa chanqaganingizda bitta o'tirib 1 stakan suv icha olmaysiz. Operatsiyadan keyin sirasi. U holatga qaytib olguncha 1 oycha vaqt ketadi. Boshida siz ozroq iloji bo'lsa idishcha qilib olishingiz kerak. O'shunda ho'plab yurishingiz kerak. Mana gaplashib o'tiribmiz, ho'plab suv ichib turishingiz kerak boshqa suv ichishni o'zini to'ldirish uchun. Shunaqa, u uzoq yotilmaydi. Bu yotib qoladigan operatsiya emas, navarot harakat qilinishi kerak bo'lgan, sizni harakatga qaytaradigan operatsiya. Ko'pchilik o'ylaydi, men 2 qoshiq bulyon ichaman, holsiz bo'lib qolaman. Yo'q, konkret navarot. Operatsiyadan keyin energiyaga boy bo'lib ketadi odam. Yana qanaqa savollaringiz bor? Operatsiya bo'yicha tushunmagan joylaringiz? Boshqa yo'q. Boshqa yo'q. Umuman sizni tanlaganimizdan xursandmisiz? Shu narsadan. Birinchi marta admin yozganda rosa xursand bo'lganman. Kirganman, anaqa sizni rasmingiz turibdi. Kommentariyaga yozganman, o'shanga kiraman. Manmi deyman. Yonimda bitta o'rtog'im turibdi. Menga yozishdi, deb rosa xursand bo'lganman. Ko'rsatib. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. O'zi ishonganmidi shu narsaga? Komment qolgizgansiz, kimdir tanlanishiga? Qanaqadir mana borini haqiqatni yozdim-da, yani ichimda nimalar qilganimni ham yozganman-ku yoki yani bir dorilik ichganimmi, shu haqida ham ozroq aytsangiz, uzr gapingiz bo'ldim. Oldin mana olishga harakat qilganmisiz? Tabiiy yo'llar bilan yoki preparatlar bilan qanaqadir? Ozroq shu haqida ham 2-3 yildan beri boshida rosa anaqaga ham borganman, fitnessga ham borganman. U fitnessga qishda borganman. Borasiz, baribir terlaysiz-u. Keyin qaytasiz.
Уже har kuni sochingizni yuvasiz, boshqa qilasiz. Уже qaytayotganingizda ham uy shamollab ketdim men. Shamolladim, ukol olib, keyin men fitnessni yig'ishtirdim. Kerak emas ekan, уже bo'ldi deb. Undan keyin ana dorilar ichdim. O'sha ichgan paytim 1-2 kilo ozdim. Ich to'xtatib tashladim. Уже uni chunki o'tda ham aytgan-ku, to'xtab ichasan deb. Уже to'xtadim, battar nabarot semirib ketdi. O'sha 2-3 kiloyingiz kerak bo'lsa 10 kilogacha bo'lib qaytib kelgan. O'shanaqa nabarot bo'lib ketdi. Keyin kofe bor, ana ishtahani bug'adigan kofe, uni ichdim. U ham sal bir yaxshi bo'ldi. 30 ta bo'ladi ichida. O'shani u tugadi, o'sha ichmay qo'ydim. Yana nabarot bo'lib ketdi. Foydasiga emas, ana yana semirib ketdim. Ozgina qo'shilib shu vaznga yetib keldingiz. Savollaringiz bo'lmasa, operatsiya bo'yicha, boshqa bo'lmasa, sizni xudo xohlasa bugun tekshiruvlarni o'tkazamiz. O'zining standart tekshiruvlari bor. Operatsiyaga kerak bo'lgan boshqa kelajakdagi patsientlarimiz uchun tushunarli bo'lishi uchun aytib o'tib ketamiz. Bu keldi, operatsiya ko'rsatma bor, operatsiyaga olindi degani emas. Biz standart bo'yicha tekshiruvdan o'tkazamiz. Bu planli operatsiya. Bugun operatsiya bo'lmasang, voydod yonasan degan joyi yo'q. Sizni chiroyli qilib tekshiruvdan o'tkazamiz standart bo'yicha. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, operatsiya kunini belgilaymiz. Yo'q, qanaqadir qarshi ko'rsatma bo'lsa, umuman отказ qilishimiz mumkin. Yoki siz tayyorlashimiz mumkin. Biz bo'lmasak, kardiolog yurak tarafdan qanaqadir nima topsa, o'zgarish topsa, sizni tayyorlashi mumkin. 1 hafta, 2 hafta, 1 oy. O'shuning uchun avval tekshiruvlarni o'tkazamiz. Sizni hammasi yaxshi bo'lsa, xudo xohlasa shu haftaga operatsiyangizni belgilaymiz. Bugun och qorin kiygansiz, hech narsa yemagansiz, ichmagansiz. Bo'ldi, bo'lmasam patsientimizni analizga jo'nataveramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, konkursda g'olib bo'lgan Ozoda singlimizni mana bugun operatsiyaga tayyorladik. Xabaringlar bor, analizlar topshirgandi. Analizlar hammasi yaxshi. Anesteziologimiz ham, endokrinolog, terapevt, kardiolog hammasi operatsiyaga qarshi ko'rsatma yo'q degani uchun operatsiyaga tayyorlab mana bugun olyapmiz. Xudo xohlasa, o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Ozoda singlimiz operatsiyadan keyin hech qanaqa operatsiyaning minus tarafini gapirmaydi. Sababi bilasizlar, biz doim o'zimizning ustimizda ishlab turamiz. Bariatriya operatsiyasi faqat shunaqa bo'lar ekan deb qotib qolish yo'q. Har xil davlatlarga, mana yaqinda Rossiyaga bordik, Turkiya, Hindiston, shunga o'xshagan meditsinasi rivojlangan davlatlarga borib, o'zimizning ustimizda ishlab turamiz. Guvoh bo'lasizlar, singlimizda ko'ngil aynishi ham, bosh aylanishi ham, holsizligi ham hech narsa kuzatilmaydi. Xudo xohlasa, hammasi silliq o'tadi. Rahmat. Xudo xohlasa, operatsiyamizni boshlash jarayonidamiz. Ozodaxon, o'zingizda o'tayotgan emotsiyalar, ichingizdan o'tayotgan narsa haqida ozroq bo'lishsangiz, qo'rquv bormi? Qanaqa tuyg'ular bor? Qo'rquv bor, lekin sizga ishonaman. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Operatsiyadan chiqiboq sizlar bilan natijalar bilan bo'lishaman. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xohlasa operatsiyamiz muvaffaqiyatli o'tdi. Patsientimiz ahvoli haqida o'zlari gapirib beradi. O'zlari kelgandan keyin albatta intervyu olamiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Ozodaxonning operatsiyasidan rovni 2 sutka o'tgandan keyin xudo xohlasa ahvollari juda ham yaxshi bo'lgani uchun javob beryapmiz uyiga. Vitaniyalarni tushuntirib berdik, nimalar ichib turish kerak, nimalar qilish kerak, hammasini tushuntirdik. Endi operatsiyadan keyin o'zlarini boshidan nima o'tgan, qiynaldimi yoki yo'qmi, umuman qanaqa holatlar bo'ldi, o'zlaridan eshitsak. Ozodaxon, ozroq otziv bersangiz, nimalar bo'ldi, qiyin emasmikan, qiyinchiliklar bo'lmadimi operatsiyadan keyin? Operatsiyadan keyin holatim juda ham yaxshi, o'zimni juda ham yengil his qildim. Rahmat kattakon. Doktorimiz Maqsudali akani qo'llari juda ham yengil ekan. Hammangizga tavsiya qilaman. Hammasi yaxshi. Siz o'ylagandaqa strashniy narsa yo'q, emasmi? hech unaqa narsa emas. Men operatsiyadan oldin e'tibor berdim, sizda ham qo'rquv bor edi. Ha, bor edi. Kirgancha o'sha ranglar o'zgarib, boshqacha bo'lib. Siz o'ylagandaqa strashniy narsa emasmi? Umuman unaqa emas. O'zi operatsiyaga kirasiz, bo'ldi, hech narsani sezmaysiz. Uyg'onasiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi. Birinchi sutkadan siz o'sha yurishni boshladingiz, turdingiz, suv ichdingiz, bemalol harakat qildingiz. Mana hozir ikkinchi sutka, sizda ochlik hissi yo'q. Yo'q. Ozgina bulyon ichyapsiz yoki suv ichyapsiz, to'qlik hissi bor. Shunda ham bosh og'rig'i yoki boshqa narsalar yo'q. Qiyinchilik, xuddi operatsiya bo'lmagandingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun xudo xohlasa bugunga javob beryapmiz. Sizdan yaxshi rezultatlar kutib qolamiz kelajakda. Rahmat kattakon. Rahmat, tinch bo'ling. Xirurg sifatida
ko'p e'tibor berdim, ko'p kuzatdim. Bizga kelayotgan konsultatsiyaga, bizga operatsiyaga kelayotgan patsientlarning maqsadi faqat chiroy uchun ozib olish emas, aksincha ko'p holatlarda ortiqcha vazndan kelib chiqayotgan oqibatlar, ortiqcha vazndan kelib chiqayotgan kasalliklardan qutulish maqsadi. Ko'p ortiqcha vazn bor insonlar to'liq hayotni yashamayotgandek kun kechiradi. Buni yashirish keragi yo'q. Bu patsientlarning og'zidan eshitilayotgan gap bizda. Shuning uchun bariatriya amaliyoti umuman operatsiyani yangi hayot uchun chipta yoki yagona yo'l sifatida ko'rishadi. Menimcha ham bu to'g'ri tanlov bo'ladi. Sababi o'zimning qo'limdan ko'p patsientlar o'tgan. 5 yildan beri shu narsa bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, mingga yaqin operatsiya qildik. Undan tashqari mana shu bugungi videoyimizda bitta patsientni sizlarga misol tariqasida olib chiqdik. Xudo xohlasa sizlar bilan kuzatib boramiz. Hali u qizni natijalar bilan bo'lishamiz, hayotiy holatlari bilan bo'lishamiz. O'zingizlar guvoh bo'lasizlar shu narsaga. Insonni ozgandan keyin, umuman bariatriya amaliyotidan keyin hayoti qanchalik darajada o'zgaradi. Umuman boshqa insonga aylanib qolishi, hayotga bo'lgan ishonchi, o'ziga bo'lgan ishonchi oshib ketishi, hayotga bo'lgan qiziqishlari oshib ketishining guvoh bo'lamiz. Meni anchadan beri kuzatayotgan insonlar bo'lsa, xabari bor, bizning chatimiz bor. Bu qizimiz bugungi operatsiya bo'lgan bitta bo'lsa, chatimizda mingga yaqin patsientlarimiz bor. U yerda o'sha operatsiya bo'lganlar kimgadir 4 yil bo'lgan, kimgadir 2 yil, kimgadir 1 yil bo'lgan operatsiyasiga. Kimdir shu operatsiya haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsa yoki qiziqayotgan bo'lsa, bemalol pastdagi silkalar orqali o'tib, ulanib patsientlar bilan gaplashishinglar mumkin. Men doim shu narsani maslahat beraman. Kimdir operatsiya qildirishga maqsad qilgan bo'lsa, shu narsani boshidan o'tkazgan inson bilan gaplashgani ma'qul. Xirurg sifatida sizga faqat operatsiya haqida ma'lumot berishi mumkin. Ya'ni operatsiya jarayoni qanday bo'ladi, nima qilinadi operatsiya paytida. Lekin operatsiyadan keyingi organizmdagi holatlar, odamning boshidan nima o'tishlarini faqat operatsiyani boshidan o'tkazgan insongina to'liq ma'lumot berishi mumkin. Shuning uchun maslahat beraman, to'liq ma'lumotni ulardan olinglar. Kerak bo'lsa lichkasiga o'tinglar. Biz patsientlar hech qaysi qizg'anchiq emas yoki erinchoq emas. Shuncha paytdan beri kuzatib keldik. Ular ham naborot o'sha yaxshi hayotga qaytgani uchun shu narsa bilan bo'lishkisi, o'zining emotsiyalari bilan bo'lishkisi keladi. Bemalol yozishinglar mumkin, javobini olasizlar albatta. Ular ochiqni aytadi, bizdan ko'ra operatsiya qildirish to'g'ri yo'lmi aslida yoki xato. Konkurs masalasiga kelsak, kimdir oldindan kuzatayotgan bo'lsa xabari bor, bu birinchi konkursimiz emas. Niyatimiz bo'yicha, planlar bo'yicha xudo xohlasa oxirgisi ham emas. Xudo nasib qilsa, yaqin vaqtlar oralig'ida, balki 1 oydan keyin, balki 2 oydan keyin yangi konkursimizni e'lon qilamiz. Qo'limizdan kelgancha shu ortiqcha vazndan qiynalayotgan insonlarga yordam berishga harakat qilamiz. Kommentlarda o'qib chiqdim, sharoiti yo'q rostdan ham, ortiqcha vazndan qiynalayotganlar ko'p. Shuning uchun Instagramda kuzatishni davom etinglar, xudo xohlasa. Qo'limizdan kelgancha yordam berib, keyingi safar balki siz g'olib bo'lib qolarsiz. Kuzatishni davom etinglar. Rahmat.